Toqalning Qoli. Aptori Rena Ghopur. İkinci qism. Güzel ay. To'g'risi uning jasdi tömür karvatda ko'k ranglik bir qitimliq operatsiya kirligi ustida yotqizilgan. Ustigimi o'xshash kirlik yepilgan. İzhar tayyorlik xizmatlarini ishlayotganda men qo'g'dinish kiyimi kiyib eshikdan kirdim. U menga qarab etib, "Biletdim, mushundaq qildigingizni. Siz dadangizning bu sohadagi imtiyozdan foydalanyapsiz" degach ishni davomlashtiryapti. Men "Teshliqdi a? Men qatnashishni talab qilmadim. Sizning boshlig'ingiz iltimos qilibdi, meni qatnashsin deb. Sizga yordamchi bo'ladigan qiz bolasi og'rib doktorxonada ekan. Shunga meni ig'ir ko'rmay qatnashib beramo debdi. Davetib uning qilayotgan ishlariga yordamlashdim. Güzel ayning badini qo'liga o'xshashla güzel ekan tuq. Ammo ishkapga solingan bir ay ichida qurtlab, miliqlab ketgan edi. Biz jasad qurtining cho'ng kichikligini kitobdagi o'rnak selishtirib vaqtni bekitdik. Hozirdan boshlab ko'p bo'lganda bir ay oldiga suramiz. O'lguchi ayol 24 yosh, Uyg'ur. Egizligi 1 metr 63 santimetr. Eg'irligi mo'lchar bo'yicha 62 kilogramm. Farzand ko'rib baxmagan. Jinsiy parakandichilikka uchragan alomat yo'q. O'lish sababi pichoqlanish. O'lgichining maydisi va qo'rsoq qismida 2 cho'nqur pichoq yarasi bor. Maydisidagi yara o'pkisidagi arteriya qon tomirini kesib tashlab, cho'ng hajmdagi ichki jihatdagi qonashni keltirib chiqargan. Shunga maydisidagi yarini o'lgichining o'lishiga bevosita sabab bo'ldi deb hukm qilamiz. Qotillik quroli nipis, tar, o'ttir uzunlikdagi bisi bor pichoq. Hozircha qassob yoki yaponcha sushi kesadiganlarning kasbiy pichog'i deb jazm qilamiz. Ammo uzoq yil ishlatib, belayga surkilayverish natijasidami mushundaq shaklga kirganini nazardan saqit qilmaymiz. O'lgichining o'ng qo'li kesilgan. Kesilgan o'rinning ahvoliga asosan o'lgandan keyin o'tkir palti bilan chonilib o'zib etilgan. Yara o'rni siliq, bir palti urish bilan maqsadga yetgan. Shunga bu paltimi o'tkir bisliq. Axlatxonadan tepilgan qo'l o'lgichining uzilgan qo'li bor o'ringa butunlay mos keladi. Qon tipi o'xshash. DNA natijasini saqlayapmiz. Ammo hozircha o'lgichining qo'li deyishga bo'ladi deb qaraymiz. Mushularni xotirlayotganda razvedchik yolqin kirib keldi. U shunda qorg'in ko'rinadiki, chiroyi kulrang edi. Uyqusizlikdan ko'zlar qizargan. Yolqin 35 yoshlar chamisidagi egiz bo'y kelishgan yigit. Uning razvedka kasbiga bo'lgan sezgusi alayda yuqori bo'lg'achqa qisqa muddatda tezlik ko'zga ko'rinib, hozir g'olliq xodimlardan biri bo'lib qolgan. Uning ayoli o'qituvchi, 3 yoshlik o'maq qizi bor. Ammo uning ularga hamroh bo'ladigan vaqti yo'q. İzhar ikkimiz jasad ahvolini doklad qilg'icha yolqin zang qo'yib angladi. Andın tushunishlik naq maydon ahvoliga tamoman uyg'un deb bizga naq maydonni tushuntirishga boshladi. Mehmonxona uydagi yerga silingan gilam ustidagi cho'ng doiradagi qon ham tomdagi chachralma qon iziga asoslanib, qotillik yuz bergan o'rin mushu deb bekitildi. O'lguchi oldidan pichoqlanganda qon chachrab tamda iz qoldirgan. O'lguchi yerga yiqilgandan keyin jasad
tarafından söğürülüp tazlıq öyiga akirilgan. Tamgı çaçırgan uşşaq so'ngak va go'sht parchasidan o'lguchining qo'li mushu yerda uzilgan deb qiyos qilamiz. Yerdagi ikki parcha chini xishning sundurilishimi qo'lning mushu xishlar ustida paltilanganligi sababidan bo'lganligini isbotlaydi. Jasad bu yerdan yana yotoq o'ygacha so'rilib, kiyim ishkaviga silingan. Qatil kiyim ishkavini yopqicha kiyimini ishkapning tutqichi ilib olgan. Bayqalgan raxt talalardan nilon ekanligi, ko'k ranglik tantarbiya chapinidak bir kiyim bo'lishi kerakligi faraz qilindi. Biz bir narsalarni yig'ishtirayotganda yolqin bizga qarab o'ltiradi. Tuyuqsiz u. Ikkinglar urushibmi qolamsizlar? O'xshash kasb, o'xshash qiziqish sizlarning nikoyinglarni boshqalarga qaraganda osonlashtira oladimi deb so'rab qoldi. Men izhorning u bo'lsa mening javob berishimni kutyotdi. Birdam sukut turib qoldik. Yolqin o'ng'aysizlanishga boshladi. Men chondirmay bu savolingizga izhor ozroq ishlab, uyda jiqroq o'ltirsa, ondan javob berla. Urushish uchun ikkalanning o'rtaq vaqtimiz bo'lishi kerak. Bizda yo'qki dal shu dedim. Izhor yolqinga hammasi o'xshash ag'ina, geni mushundoq bularning dedi. Biz go'zal ayning jastini muz sandiqiga selib o'tib ayrildik. Dilo muzokara yig'iniga men qatnasholmaydim. Izhor o'zining bu necha kundan beri menga hamroh bo'lolmaganini ko'zda tutib, yolqinga dokladni berib o'tib, men bilan uyga qaytdi. Men uyga qaytish yo'lida tayyor pilta ilib olib, u amroq tamoq lag'man etdim. Bizga billa o'ltirib tamoq yemagili bir necha kun bo'lib qolgan ekan. Tamoqdan keyin ikkimiz billa o'ltirib to'rdan kino ko'rishga boshladik. Ko'rayotganimiz Amerikaning qismliq televiziya teatri bo'lib, bir qotillik yuz berish oldida edi. Bir sestra bemorning tomiriga ulangan asma okul shilankasiga havo kirgizib o'tish orqali uni o'ltirmoqchi bo'layotdi. Ekranda shilankaga 30 mm havo kirgizilgani ko'rsatildi. Izhor buningga odam o'lmaydi, bunchalik miqdordagi havoni o'pka sumirib ketadi. Eng oz deganda 100 mm bo'lishi kerak dedi. Men qo'limdagi barangi yaproqini og'zimga selibdim. Bu usul bilan odam o'ltirgil bo'ladi. Mantiqiga uyg'un. Shunga miqdorini nazardan saqit qilib turing dedim. U yana bo'ldi qilmay. Men qonun doktori, miqdor bilan aytishadigan odam. Qarang, bu odamning badan ahvoliga asoslanganda 200 mm havo urilsa, ondan jonni oladi. Ssenarist eng asosiy bilimni so'rab beqishdimmi erinibdi dedi. Endi mening nervam o'rlagan edi. Sizningchi bo'lsa, bu yerda odamning ig'irligi bilan qanchalik havoda o'ladigan formalarni tushuntirib, tomoshabinlarni qotil qilib tarbiyalas bo'larmidi? Bu degan kino ko'ngil etish uchun ishlanadi. Odamni o'ltiribla kinoni davomlashtirib olsa bo'ldi-ku. Tuyuqsiz kulib ketdim. Ata yolqinga deb qo'ying. O'xshash kasb tilkimizning nikoyimizdagi roli ba'zida qarshi yo'nalishda bo'lib qoladi degach, uning mo'rsiga beshimni qo'ydim. U mo'ramdan quchoqlab, xalq ichidagi ziddiyat yengib ketgili bo'ladi deb chechimga so'yib qo'ydi. Davomi bor.